Muhiddin Jabborovich degan bir odam bor. Men juda yaxshi ko'raman o'sha odamni. Mana ayollar haqida ozgina gapirdik. Men yaxshi ko'rgan tomonim o'ta madaniyatli odam bo'lardi. Mana kamayib ketdi hozir shlepalarda, galstuklarda. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Men sizni ko'rganimdan xursandman. Yaxshi yuribsizlarmi? Bilasizmi? Faqat aliginaqa joylarda aytadi. Tashla demaydi-da. Akumbabayskiy massiv deydi. Gidromet center deydi. Mana shunaqa tsitsilarni juda ko'p aytadi. Ammo juda madaniyatli. Yaxshimisizlar? Men institut o'qiyman, 4-trolleybus bo'lardi. Chorsuv bilan Beruniyga qatnardi. Trolleybus, 4-trolleybus hamma bilarmidi? 4-trolleybus bo'lardi. Men kirdim ichiga, tursam haligi madaniyatli odam keldi. Yaxshimisizlar? Oy, oliyjanob, chiqing. Hammani chiqaryapti o'zi. Chiqing, marhamat, siz ham chiqing. Voy, bu bola bizning kelajagimiz. Marhamat, siz ham keling. Deb endi o'ziga kiryapti. O'ziga ham o'zi navbat berar ekan. Marhamat endi sizga. Marhamat endi sizga. Deb shundoq qiluvdi, trolleybus shofir ko'rmabdi-da. Shalaq qaytib yopdi-yu. Kallani o'zi qoldi ichkarida. Siz bilan mendaqa odam "Och harami" deymiz-ku. Ishonasizmi? Madaniyatni umuman yo'qotgan yo'q. Iltimos aytib borsangiz, trolleybusning eshigi kallamni qisib qoldi. Iltimos. Shofyorga ayting, eshigini ochib yorsin. Ochib yoradi. Ming bor uzr. Men ozgina hayajonlandim. Aytib yorarsiz-a? Eshigimdan qisib qoldi, iltimos ayting. Trolleybus yurishni boshladi, shofir ko'rgan yo'q. Ani qisishni boshladi, iltimos. Mana shu yerga kelganda og'riq bor ekanda, mana shu yerda. Aytsam bo'ldi. Mazasi qochdi, men aytdim-ku, nimaga? Ishonasizmi, o'shanda ham xafa bo'lgan yo'q. Trolleybus eshigini ochdi, to'g'ri kirdi, shofyorning oldiga bordi. Shofyor qo'rqib ketdi. Haligi ozgina yondagi puldan oldida, ana endi bunga men bo'ynimda davolayman. Ming bor uzr. Qoyil. Mana shunaqa madaniyatli odamlar bo'lardi yoshligimizda. Muhiddin Jabborovich faqat 6 gacha familiyasini aytadi. 6 gacha uyda ham Sarvinoz Polatovna. Xotinini ham shunaqa chaqiradi. Sarvinoz Polatovna choy damlang. Dadasi demang. Ish vaqti tugagan yo'q. 6dan keyin aytasiz. Madaniyatni qarang, voy dod. Endi u odam to'y qilsa ko'ring. To'y qilyapti, to'yda qarang. Onasi, labbay. Shu to'yimizga limonad qo'ysak, butilkali limonadlar bo'lardi yoshligimizda. Ichsak magazinchi butilkasini qarab turadi. Uni berib yuboring. 4 ta limonad yo'q, kola olsangiz, hali kolani idishini aka berib yuboring degan paytlar bo'lardi bir yoshligimizda, kolani idishini. Butilkasini qaytarib bering deyardi. 80 ta shu magaziningizdan limonad olsam, ming bor uzr, maylimi? Ha, oling, faqat idishini kim beradi? Yo, endi meni to'g'ri tushuning, to'y qilyapman, men ayolimga va'da berdim. 80 ta limonad yonimizda tursin. Mehmonlarga. Yo, endi idishichi. Ha, men qayerdan bilaman idishini? Pulini ber. Yo'q, meni kechiring aka, bera olmayman. Xullas pasportini olib qoldi. Haligi Muhiddin Jabborovich to'y qildi, 80 ta limonad. Butilkasini qaytarib berish kerak. To'yda qanaqa o'tganini bilgan yo'qdi bu odam. Bering, bo'shab qolgan bo'lsa. Kim ko'la quyayotgan bo'lsa, menga bering. Butilkasini bering. To'yda yugur bilan o'tdi. Butilka qadirdi. Endi yangi ko'lalar chiqqan gazda reaksiyasi qanaqa bo'lishini bilmaydi. Hofiz ham o'sha to'yda. Bitta qo'ychi. To'ldirib qo'yor. 7 ta ichivardi. 7 ta kola ichuvdi. U reaksiyasini hali bilgan yo'q qanaqa bo'lishini. Hofiz, bitta ayting endi. Yana bitta qo'y. Deb kolani ichdi-yu. Yangi kola chiqqan paytlari, yoshligimiz. Butilkaga yurgan paytimiz. Butilkaga marojna beradigan payt. Hofiz, bitta eshitaylik. Yana bitta qo'y.
Xullas Hofiz boshlayapti. Ichi to'la gaz, kola. Muhitdin aka to'ylar qutlug' bo'lsin. Bir chiroyli ona haqida qo'shiq aytib beraman. Sekin qimillayapti hali kola ichida. Ona haqida ashula aytmoqchi edi bechara Hofiz. Hali odam manetlar ochilib ketar ekanda. Olaklar. Diyorda. Butun to'yxona basharang qursin seni ya. To'ydi biz endi ovqat keluvdi. Yana uzr so'rashdi qarang. Ming bor uzr so'rayman. O'yle deydigan odam yo'q. Hali Muhitdin Jabborovich butilka bilan ovora. So'zga berdik. So'z navbati Muhitdin aka Jabborovga. Assalomu alaykum, meni yaqinlarim, xush kelibsizlar to'yga. Qadamlaringizga asano deb turdi, bitta bola ko'lani ko'tarib chiqib ketyapti ekan darvozasidan. Ana shu bolani qaytaring. Ertasiga qo'shnisi to'y qalay bo'ldi deydi. Meni saqirimda oshirdi. Ikkinchi bunday narsalarni qiyin. Hozir butilkasini olib tashab keting, olib ket bu yerdan musuringda deydi. To'g'rimi?